Ushbu harfni talaffuz qilishni o'rganishda ko'pchilik o'quvchilar odatda qiynalishadi. Bugun siz bilan navbatdagi qiyin deb o'ylanadigan harflardan biri, ya'ni ro haqida gaplashamiz. Demak, ro ko'payib ketmasin deydi. Yomg'irdan qochaman deb do'lga tutilmaslik ham kerak. Roni mahrajiga tilingizni tegizishni o'rganib olasiz. Demak, faqatgina 6 ta harfda bor. U talabani rosi shu bilan ilalama chiqmaydi ya'ni. Agar siz roni talaffuzini aytishga qiynalayotgan bo'lsangiz, eng oson yo'li shu. O'zbek tilidagi ro, ri, ru, r bilganingizdek, bugun siz bilan ro harfi haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Men Yo'ldoshbek Ibrohim, Mudarris akademiyasi markazi o'qituvchisiman. Bugun siz bilan navbatdagi qiyin deb o'ylanadigan harflardan biri, ya'ni ro haqida gaplashamiz. Ushbu harfni talaffuz qilishni o'rganishda ko'pchilik o'quvchilar odatda qiynalishadi. Demak, biz ro harfining talaffuzini o'rganishda nimadan boshlaymiz? Avvalo, uning chiqadigan joyini va xususiyatlarini yaxshi tushunib olishdan boshlaymiz. Ro harfining mahraji, ya'ni chiqadigan joyi quyidagicha. Agar biz tilimizning eng oldi tarafining ikkita yonini yuqori oldi tishlarimizning, ya'ni kurak tishlarimizning milkiga, lomning mahrajining biroz pastrog'iga tegizadigan bo'lsak, r harfining tovushi hosil bo'ladi. Ya'ni lom mahrajining biroz pastrog'idan dedik. Ya'ni bu kurak tishlarning milkiga, ammo tishga yaqinroq joyiga tegadi. Milk bilamizki, tishlar bilan tanglayni orasidagi et, hudud, ya'ni milkdan tepada tanglay bor. Endi ana shunda biz milkning qaysi qismiga tegizamiz? Tanglayga yaqinroq joyiga tegizamizmi? Tishlargami? Albatta tishlarga yaqinroq joyiga tegizamiz. Chunki ro lamning mahrajining biroz pastrog'iga tegizish orqali talaffuz qilinadi. Endi faqat roni tovushini, ya'ni r tovushini paydo qilish uchun biz tilimizning oldi ikki chetini yuqori oldi kurak tishlarimizning milkiga tegizishdan tashqari, agar biz roni yo'g'on talaffuz qilishni xohlasak, tilimizning orqa tarafini ham, demak, yuqoriga ko'tarishimiz kerak bo'ladi. Masalan, demak, ro, ri, ru, r shaklida. Endi ro harfi haqida bir qancha mulohazalar, fikrlar mavjudligini ko'pchiligimiz bilamiz. Ya'ni ba'zilar aytishadiki, ro harfini talaffuzida, demak, ro ko'payib ketmasin deydi. Ya'ni r deya roni ko'paytirib olmaslik kerak deydi. O'zi bu ko'paytirish, ya'ni takrir, arab tilida takrir deyiladi, ya'ni takrorlash. Ushbu ko'paytirish nimadan hosil bo'lishini oldin biz bilib olishimiz kerak. Ya'ni agar biz roni talaffuzida tilimizning eng oldi tarafining ikkita yonini emas, balki to'liq yuzasini batamomicha milklarga tegizadigan bo'lsak, biz roning tovushining chiqadigan yo'lini yopib tashlagan bo'lamiz. Natijada roning tovushi tashqariga chiqishi uchun o'zi, ya'ni yorib chiqishiga to'g'ri keladi. Natijada ar bo'lib, ro demak sakrab bir nechta roga aylanib chiqadi. Shuning uchun ham, demak, roni talaffuz qilayotgan vaqtimizda tilimizning oldining to'liq hamma qismini emas, balki tilimizning oldining mana bu ikkita yonini mahrajga tegizamiz. Mana bu qismi esa, oraliq esa chuqurcha holatda, demak, ochiq o'tiradi. Tovush o'sha qismdan chiqib ketishi kerak bo'ladi. Shunda r shaklida talaffuz qilinadi. Lekin yomg'irdan qochaman deb do'lga tutilmaslik ham kerak. Ya'ni agar biz roni takrir qilmaslikka haddan tashqari ehtimom ko'rsatsak-ku, lekin roni mahrajiga tilimizni olib bormay qo'yadigan bo'lsak ham, bu ham demak yana bir xatoga sabab bo'ladi. Ya'ni roni umuman tovushini yo'qotib yuborishga sabab bo'ladi. Masalan, deya inglizcha r ga o'xshab qolmasligi kerak bo'ladi. Demak, biz e'tibor bering. Biz qilmasligimiz kerak bo'lgan takrir, ya'ni takrorlanish, bu roning ataylabdan tilni to'liq milkka bosish orqali roning ko'payib ketishi. Mana buni biz qilmasligimiz kerak. Masalan, r deya ataylabdan roni biz o'zimiz ko'paytirib talaffuz qiladigan bo'lsak, bu demak xato hisoblanadi. Lekin biz roni talaffuzida tilimizni mahrajga
tegizsak, ammo ataylab ko'paytirishga harakat qilmasak, shunchaki mahrajga tegizib rni aytishga harakat qilsak, bu holatda demak biz ataylab takrir qilmaganimiz uchun ro ko'payib ketib qolmaydi, balki chiqish kerak bo'lgan roning tovushi chiqadi. Masalan, r mahrajga tegizyapman, qattiq bosmayapman. E'tibor bering. r mana bu ro. Bu o'zi chiqish kerak bo'lgan r. Endi buni ham to'liq olib tashlab agar r deydigan bo'lsak, bunda ro harfini yo'qotib yuborgan, ya'ni kalimani ichidan, ya'ni so'zning ichidan olib tashlagan bo'lamiz. Bu ham yana bir xato hisoblanadi. Va roni talaffuzida yana e'tibor berishimiz kerak bo'lgan jihatlardan biri labimizni oldinga cho'zib qo'yishdan saqlanamiz. Ya'ni e'tibor bering. Ba'zilar shunday talaffuz qiladi. Bu ham yana bir xato hisoblanadi. Ya'ni r ni tovushini yo'g'on qilaman deydi-da, ammo balki yo'g'on qilmaydi, balki unga labini cho'zish orqali vowning tovushini qo'shib talaffuz qilib yurishaveradi. Masalan, bu ham noto'g'ri. Demak, umumiy qoida shuki, lablar faqatgina dommada hamda vowda oldinga cho'ziladi. Boshqa biron bir tovushning nutqida lablarni oldinga cho'zmaymiz. Bu umumiy qoida. Hatto dommali harfda ham labimizni cho'zmaymiz. Dommasining o'zida, ya'ni harfni aytib bo'lgandan keyin dommasining o'zida labni cho'zamiz va dommani tugatishimiz bilan labni yana ortiga qaytarib olamiz. Men ketma-ket 3 ta domma kelgan bitta so'zni talaffuz qilib beraman, e'tibor bering. Masalan, sururun. Mana bu joyda 3 ta domma ketma-ket keldi. 3 marta labimiz borib keladi. Run shaklida. Sururun desak, harfning tovushi buzilib ketib qoladi. Demak, dommani aytayotgan vaqtda labimizni cho'zamiz, ammo dommadan oldingi va dommadan keyingi harfning talaffuzida lablarni cho'zmaymiz. Jumladan roda ham. Qarang. Sururun emas, su rda qaytadi, uda cho'ziladi, yana rda qaytish kerak bo'ladi. Sururun. Mana bu shaklda. deb ham aytmaymiz. deya. Demak, labimizni cho'zmasdan, balki boya aytganimdek, harf yo'g'on bo'lishi uchun tilning orqa tarafini yuqoriga ko'targan holda roni talaffuz qilishimiz kerak bo'ladi. Endi roni talaffuz qilishda ba'zilar uni qiyin harflardan deb o'ylashi mumkin, lekin e'tibor bering. Ro harfi arab tilida tovushi eng oson hisoblanadigan 6 ta harfdan bittasi hisoblanadi. Ya'ni izlaq degan bir xususiyat bor. Ya'ni tovushning yengil, ravon chiqishi. Ana bu xususiyat demak faqatgina 6 ta harfda bor. Hech qanaqangi bosimsiz, nagruzka, ya'ni kuchanishsiz osongina chiqib ketadigan 6 ta harfdan bittasi ro. Demak, mana qarang, e'tibor berasiz. Ro, ri, ru, r. Endi xuddi shu rodan keyin alifboda keladigan z ni aytib ko'rsataman men. Z, zi, zu, az. Mana bunda bosim bor. Kuchanish bor. Men tarafdan, ya'ni jismoniy nagruzka bor. Z, zi, zu, az. Agar men mana shu kuchanishni qilmasam, z deya, z ning tovushi chiqmay qoladi. Yo'q bo'lib qoladi. Shuning uchun z ni aniqroq bildirish uchun, masalan, men z deya sal biroz kuch ishlatishimga, ya'ni nagruzka olishimga to'g'ri keladi. Lekin roda bunga ehtiyoj yo'q. E'tibor bering. Ro, ri, ru, r. Ro, ri, ru, r. Ro, ri, ru, r. Ro, ri, ru, r. Demak, eng oson 6 ta harfdan biri ro hisoblanadi. Ammo biz qachonki roni haligi takririni ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, r deya yoki umuman mahrajiga tegizmay inglizcha r ga o'xshatib aytadigan bo'lsak, r deya yoki labimizni cho'zadigan bo'lsak, r deya. Ana bunda demak roning osonlik xususiyati yo'qolib qoladi. Ro oson harflardan. Faqat biz roda uning mahrajiga va xususiyatlariga rioya qilsak bo'ldi. Ro oson chiqadigan harflardan hisoblanadi. Endi ro harfini talaffuzini endi o'rganayotgan talaba uchun tavsiyalarimizni beramiz. Agar siz roni talaffuzini aytishga qiynaladigan bo'lsangiz, eng oson yo'li shu. O'zbek tilidagi arra so'zi bor. Arra, e'tibor bering, 2 ta r kelgan. Arra. Bunaqa so'zlar ko'p zotan. Marra,
bor, boshqa. Demak, roni bu yerda siz ko'proq bosibroq talaffuz qilib birinchi aytishni o'rganib olasiz. Ya'ni arra deya. Mana bu bilan siz roni mahrajiga tilingizni tegizishni o'rganib olasiz. Tilingiz roni mahrajiga bormayotgandi, bo'layotgandi. Endi siz bosibroq aytasiz, ar shaklda. Ko'paytiribroq aytish orqali roni talaffuzini o'rganib olish mumkin. Demak, ro ko'payib ketishi mumkin-ku bu holatda. Bu xato emasmi desangiz, u xato hisoblanadi, lekin demak hali ro harfi chiqmayotgan talaba uchun emas. Demak, bizni oldimizdagi birinchi masala r ni o'zining tovushini o'rganib olish, chiqarishni o'rganib olish, ya'ni r tovushini aytib o'rganib olish. Keyin uning haligi yo'g'onligi-yu ingichka bo'lishi yoki bo'lmasa o'sha ko'payib ketib qolishi kabi masalalarga, ya'ni roni biz aytib o'rganganimizdan keyin to'xtalishimiz kerak bo'ladi. Darajama-daraja, ya'ni tadrijan yetib boramiz bunga. Hali ro harfimiz yo'q, talaffuz qila olmayapmiz, deyapmiz. Bu holatda roni ko'paytirib o'rmagin deyiladigan bo'lsa, u talabani rosi shu bilan ilalabat chiqmaydi ya'ni. Demak, siz degan roni bosib ko'paytirib talaffuz qilishni birinchi mashq qiling, qayta takrorlang, toki r ni erkin aytadigan bo'lganingizdan keyin rodagi boshqa xususiyatlarni ustida ishlashingiz mumkin bo'ladi. Ro harfi haqidagi videomiz mana shu yerda nihoyasiga yetadi. Agar sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, like bosing, izohlarda o'z fikringizni qoldiring va kanalimizga obuna bo'ling. Shuningdek, agar siz arab tili fonetikasini hamda grammatikasini yaxshi o'rganishni xohlasangiz, Mudarris akademiyasiga murojaat qilishingiz mumkin.